Shoshilish kerak. Yugurdik. Qani ulguraman degan umiddaman. Ish qilib o'tib ketmagan bo'lsa-da. Juda ham charchab ketdim. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Arti. Bugun birinchi marta insoniyat tarixida oyga odam uchirishyapti. Minecraftda albatta. Va buni men ko'rish uchun hattoki pecheni ham olib keldim. Chunki men oyga uchishni doim orzu qilardim. Ming afsuski orzuyim orzuligicha qolib ketdi. Lekin men bugun hech bo'lmasa buni tomosha qilishim mumkin. Shuni ham o'tkazib yubormaslik uchun shu qadar yugurdim men. Ha, mana o'sha pecheni olib kelgan. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz pechenini va mana boshlanyapti, qaranglar. Do'stlar, ming afsuski raketa uchirishini qoldirishga to'g'ri keladi. Chunki bizda uni ichida uchirishga odam ham yo'q. Lekin endi bu siz uchun yangi imkoniyat bo'lishi mumkin. Agar siz o'zingizni aqlli, abjir va kreativ inson deb hisoblasangiz, unda hoziroq shaharga keling. Bolaligingizda kosmonavt bo'lish orzusi hozir amalga oshishi mumkin. Sizlarni kutamiz. Aloqa tugadi. Do'stlar, sizlar buni eshitdingizmi? Biz hoziroq borib o'zimizni sinab ko'rishimiz mumkin. Sizlar emas, men. Hoziroq borib o'zimni sinab ko'rishim mumkin. Men aqlli, abjir va kreativ insonman, shekilli. Testdan o'ta olishim mumkin agar harakat qilsam. Xullas, borib ko'rishim kerak. Kosmonavt bo'lish orzuyim amalga oshishi mumkin hozir. Va ketdik. Mayli, ozgina pecheni ham olaman. Ketdik, vaqt yo'q. Faqat qanday? Telefonimni olay, taksi zakaz qilaman. Menimcha shu yer edi. Menimcha to'g'ri keldim shekilli. Qani kirib ko'raylikchi? Mana shu yerda menimcha tanlov bo'lyapti shekilli. Kirib ko'raychi. Kim bor? Kimdir bormi? Hoy, nega hech kim yo'q? Tepaga qavatga chiqishim kerakmi yoki nega bu bino bo'm-bo'sh? Mayli, tepaga chiqaman. Yopilib qoldi. Yana bir bor. Nimasi bu? Men ulguraman. Nimalar qilyapman? Hozir 1-3 kirdim. Endi tepaga qavatga chiqamiz. Mana shu yo'qlarda bo'lsa kerak. Chiqamiz. Yanami. Do'stlar, menda yaxshi xabar bor. Men bu joyni topdim. Ro'yxatdan ham o'tib qo'ydim. Endi bo'lsa topshiriqlarni bajarsak bo'ldi. Agar o'ta olsak, oyga uchamiz. Menga ular mana bu xonaga kirishni aytishdi. Kirib ko'raylikchi? Mayo. Bunchalar katta navbat bo'lmasa. Do'stlar, bu yerda juda ham ko'p odamlar qatnashyapti ekan. Men oyga uchishni hamma ham xohlamaydi deb o'ylagandim, lekin adashgan ekanman. Xabayli. Bo'lmasa o'zimizni navbatimizni kutamiz. Menimcha, hali beri navbatimiz kelmasa kerak-ku. Navbatimiz kelsa, o'zim sizlarga xabar beraman unda bo'lmasam. Va nihoyat mening ham navbatim keldi. Doktor, men shu yerdaman. Qanaqa topshiriqlar bor? Seni salom berishga o'rgatishmaganmi betarbiya? Ming bor uzr, esimdan chiqib qolibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun sen 3 ta topshiriqdan o'tasan. Abjirligingni, aqlingni va qanchalik kreativ ekanligingni bugun tekshirib ko'ramiz. Bugun bilan bu topshiriqdan hech kim o'ta olmadi. Agar sen ham o'ta olmasang, oyga uchishni qoldirishga to'g'ri keladi. Agar tayyor bo'lsang, boshlashing ham mumkin. Eshik orqangda turibdi. Rahmat doktor, tushuntirib berganingiz uchun. Bu yerga odamlarning hech qaysi biri o'ta olmabdi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bu topshiriq juda ham qiyin bo'lsa kerak. Lekin biz undan o'ta olamiz deb o'ylayman. To'g'rirog'i bunga umid qilaman. Umid qilamanki, menda hammasi o'xshaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Men oyga ucha olamanmi yoki yo'q? Eshikni ochamiz va parkur. Men parkurdan o'ta olsam kerak. Menimcha abjirlik deganda shuni nazarda tutgandi. Birinchisidan o'tdik. Menimcha unchalik qiyin bo'lmasa kerak. Endi ikkinchisiga sakraymiz. Sal qoldi tushib ketishimga. Bunisiga ham eng yomon ko'rgan parkurim mana shu. Biram tushish qiyin shunga. Lekin biz uddaladik. Hattoki bittada. Magma blok. Ehtiyot bo'lish kerak bunda. O'lib qolish hech gap emas. Sakraymiz. Va oxirgi sakrash lava yaramas. Sakraymiz. Va tayyor. Unchalik ham qiyin bo'lgani yo'q. Abjirlikda menga yetargani yo'q-da. Juda ham parkurni juda ham yaxshi ko'raman-da. Nega bu qadar kalta o'zi uzunroq bo'lsa bo'lmasmidi? Ernishganga o'xshaydi. Bu xonada menimcha aqlimizni tekshirib ko'rishadi.
Kitobda nima bor ekan, a? Birinchi savol geografiyadan. Yerning shakli qanday? Bu juda ham oddiy-ku. Buni hamma bilsa kerak. Yer dumaloq shaklda. Bu aniq eng oson savol bo'lsa kerak. Qani, to'xtang. Lekin kallani ishlatib ko'rish kerak. Axir biz yer haqiqiy olamda emas, Minecraftdamiz aynan hozir. Shuning uchun Minecraftda hamma narsa to'rtburchak bo'lgani uchun ham sayyora ham to'rtburchak bo'ladi. Va bu javob to'g'ri ekan. Dumaloqni ochsak nima bo'lardi? Axir bu Minecraft. To'g'ri. Uchburchakchi. Buni hech kim tanlamagan bo'lsa kerak. Isitmang bor shekilli. Juda ham kulgili. Sovib olamiz mana bu yerda. Endi esa yo'lni davom ettiramiz. Keyingi xonada nima bor ekan? Yana savolmi yoki boshqa narsami? Xuddi shunday savol. Bu safar qanday savol ekan? O'qib ko'raylikchi. Ikkinchi savol. Tarixdan Minecraftni kim yaratgan? Buni kosmosga nima aloqasi bor bilmadim-ku, lekin buni ham juda ham oson savol deyish mumkin. Chunki Minecraftni kim yaratganini hamma bilsa kerak. Agar siz bilsangiz, hoziroq izohlarga yozib qoldiring. Bu yerda esa variantlarni ko'raylikchi. Xo'sh, Notch, Dinnerbone va Jeb. To'g'ri javob albatta bo'ladi Notch. Bu aniq-ku. Menimcha sizlar ham to'g'ri javobni belgilagan bo'lardinglar. Endi esa 3-xonaga kiramiz. Xo'sh, bu yerda ham sandiq, bu yerda ham savol, bu 3-si. 3-savol matematikadan. Matematikani o'zi ham juda yoqtiraman-da. Xo'sh, buni javobi bo'ladi 4. Javobi 4 bo'ladi. Men bilaman. Sizlar nechi deb o'ylaysiz? Izohlarni yozib qoldiring. Albatta yozing. Men hammasini o'qiyman. Men uchun bular juda ham qiziq. Har bir izohga bittadan like bosib chiqaman xohlasangiz. Endi esa 4 javobli xonaga kiramiz. Yana bitta ko'rib olay, aniqmi? Ha, aniqdir. Shunchaki xato qilmayapman deb qo'rqyapman-da. Qani, 4 javobi esa bu yerda qaysi xonada bo'lishi mumkin? O'qib ko'raylikchi. Bu yerda 4, bu yerda esa 6, u yerda esa 8. Biz esa 4 degan xonaga kiramiz. Bu xonada o'zi nima qilish kerak? Kreativlik deganda mana shu topshiriqni nazarda tutganmidi? Men tepaga chiqishim kerak bo'lyaptimi shunda? Ammo qanday? Sandiqni ochib ko'rish kerak menimcha. Sandiqda nima bor ekan o'zi? Ko'raylikchi. Taxtali kirka va paqir. Qanday bular orqali tepaga chiqish mumkin? Men o'ylashimcha bu kirka orqali mana bu toshlarni kovlab olish kerak. Kovlaymiz, tezroq. Bu nega tosh kirka qo'yishadi? Shunchalik bular bironta tuzukroq kirkasi yo'qmi? Hech bo'lmasa tosh qo'yishsa bo'lardi-ku. Bu taxta bilan hammasini 1 yil, 2 yil kovlash kerak. Hammayli aytayapman-ku erinishgan deb. Bu gubka qayerdan keldi? Yana oddiy gubka emas, xo'l gubka. Xo'sh, menda 8 ta tosh bor. Bulardan menimcha pechka yasash kerak. Boshqa tuzukroq narsa ham yasab bo'lmaydi-da. Endi esa pechkani nima qilamiz pechkani? Mana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, bizda bor paqir va xo'l gubka. Yana kirka bor, 0 ta прочностьli. Buni boshimga uramanmi? Shu ham tushmadi. Solamiz, bo'ldi. Lavani paqirga olsak bo'ladi. Ana. Endi bizda oddiy paqir emas, lavali paqir va xo'l gubka bor. Bu ikkalasi orqali esa nima qilish mumkin? Hattoki tasavvur ham qila olmayapman. O'yla. Bular orqali nima qilish mumkin? Shuncha yildan beri Minecraft o'ynaysan, nahotki shuni ham bila olmasang. Tezroq javobini topish kerak. Aniq bu yerda yechim bo'lishi kerak-ku. Agar siz nima qilishni bilsangiz, izohlarni yozib qoldiring. Kim Minecraftni yaxshi bilarkin? Men esa bu yerda javobini topishga harakat qilib ko'raman yana. Javobi topdim shekilli. Axir bu gubka xo'l-ku, to'g'rimi? Agar uni pechkaga solsak, tagiga paqirni qo'ysak, u qurishni boshlaydi. Hozir ozgina qoldi, tezlash. Qurigandan keyin esa bizda bo'ladi suv paydo bo'ldi paqirda. Gubkamiz ham quridi. Muhimi bu yerda gubka emas, suv. Endi tushunyapsiz shekilli qanday chiqishimiz mumkinligini. Biz suvni quyib, sekin asta chiqib olamiz. Suvni olamiz dedim, teparoqqa qo'yamiz va shunday qilib tepagacha chiqib olamiz. Ozgina qoldi, muhimi o'lmaslik kerak va biz tepadamiz. Mendan oldin qanday keldingiz? Shunchaki bu yerda lift bor edi, o'sha orqali keldim.
Bu muhim emas. Muhimi siz bu topshiriqdan o'tib olganingiz va siz bu ishni faqat siz qila oldingiz. Bu degani kosmosga siz uchasiz. Do'stlar, biz uddaladik. Biz endi kosmosga uchamiz. To'g'rirog'i men uchaman, sizlar ko'rasizlar. Ertaga shu binoning tomiga keling. O'sha yerda raketani uchiramiz. Tushunarlimi hammasi? Ha, tushunarli. Sizga insoniyat tarixidagi eng muhim vazifalardan biri topshirilyapti. Kechga qolishni xayolingizga ham keltirmang. Tushunarlimi? Bu nima yana? Ha, tushunarli. Sizning har bitta gapingizni eshitdim va ertaga albatta kelaman. Do'stlar, bu kun yetib keldi. To'g'rirog'i ertaga yetib keldi. Chunki kecha erta tushundingiz xullas. Mana men skafandrni ham hattoki taqib oldim. Orqadan qanday ko'rinar ekan. Men hozir mana shu raketada kosmosga uchaman. Doktorning o'zi ham shu yerda turibdi. Qanday doktor? Ahvolingiz yaxshimi? Ozgina bel og'riyapti, muhim emas. Xullas, sen hozir oyga uchasan va u yerda bayroqni o'rnatasan. Tushunarlimi? Ha, albatta. Men bu paytda intizorlik bilan kutyapman. Tezroq uchsam edi. Buni qishloqilar ko'rmayapti-da. Hech qisi yo'q. Hech bo'lmasa televizordan ko'rib olishadi. Xo'sh, doktor, uchaveraymi? Unda raketaga o'tiraman. Juda ham hayajondaman. 20 soniya va men kosmosga uchib ketaman. Naqadar qo'rqinchli, shu bilan birga hayratlanarli. Men birinchi Minecraftdagi kosmosga uchayotgan odam bo'lyapman. Qanday dahshat. Kelinglar, birgalikda sanaymiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Va biz uchyapmiz do'stlar. Yuhu, biz uchdik. Qanday tez, qanday bosim katta. Hozir men Qishloqilar, hozir boshlanadi. Hamma televizorga qarasin. Hozir archani ko'rsatishadi. Hozir ko'rsatish kerak edi. Nega ko'rsatmayapti? Ishla yalavoz. Televizor ishla, bila qol. Ishlasang-chi. Ishladi. Qaranglar. U uchib ketyapti. Iloyim, raketasi portlab ketmasin, bola paqirdi. Omadini bersin. Eson-omon borib qaytib kelsin. Odamlar qarzini bermaslik uchun nimalar qilmaydi-ya? Qiziq, bu parvoz qanchalik uzoq vaqt davom etar ekan? O'ylaymanki, unchalik uzoq emas. Biz o'zi Yerning orbitasidan chiqib ketdikmi? Ana Yer, kichkinacha ko'rinyapti. Do'stlar, menimcha biz Oyga yetib keldik. Sekinlashish kerak. Sekinlashamiz. Hozir portlab ketmaylik yana yerga tushib. Hozir Oyga ham borib qolamiz. Do'stlar, biz deyarli Oydamiz. Tasavvur qilyapsizlarmi? Oy ham ko'rinib qoldi. Sekinlashamiz. Bu qadam men uchun kichkina, insoniyat uchun ulkan bo'ladi. Qani, tayyor. Nima bo'ladi deb yozyapti? Ha, farqi yo'q. Xo'sh, bayroq qayerda? Menimcha qanaqadir yana biror nimalarni kiyish kerak edi. O'lmayapman-ku, bo'laveradi menga. Xo'sh, bu yerga endi bayroqni qo'yamiz. Joy kerak bayroqni qo'yish uchun. Mana shu yerga qo'yamiz bayroqni. Nega endi yo'q? Do'stlar, sizlar bu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, u sizga aniq yoqqan. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Axir men bu video uchun 2 kundan beri harakat qilib yotibman. Sizlar esa shunchaki like bosib qo'yishingiz mumkin. Bu axir qiyin emas-ku. Meni ham qo'llab-quvvatlagan bo'lardinglar. Shunga o'xshagan videolar ham ko'proq bo'lardi. Nima deysizlar, ha? Qiyin emas-ku, to'g'rimi? Bu yerda endi o'zi qanday uchib ketaman? Qanday? Bir xil usuli bo'lish kerak yoki o'zlari olib ketishar ekan. Bu yerda lekin ko'pga bormasam kerak, ovqatsiz. Sizlar bilan esa men xayrlashaman. Sog', omon bo'ling. Sizlar bilan Arti bo'ldi.